Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis palatalarini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Vazirlar Mahkamasining o'sha qarzdorni, bu aliment to'lovchi bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, qarzdorni respublikadan chiqib ketuvchi rasmiy delegatsiya tarkibiga kiritish haqidagi qarori bo'lgandagina o'sha qarzdor chiqib ketishi mumkin edi chet elga. Bu paytda to'xtatib turilar edi. Ya'ni qarzdorimiz davlat idoralarida ishlaydi, lekin aliment to'laydi. O'sha delegatsiyani qarori bilan delegatsiyani ichida birga ketadi degandagi qaror bilan birga chiqib kelish mumkin edi. Mana bukvalni kecha 2025-yil 26 noyabr kuni aynan mana shu cheklashni to'xtatib turishga yana bitta band qo'shildi. Bosh prokuraturani 2025-yil 18 noyabrdagi Ichki ishlar vazirligini va Davlat xavfsizlik xizmatini qaroriga ilova qilindi. Unga ko'ra men o'qib beraman hozir. Bu kechagina davlat ro'yxatidan o'tkazilgan 19-band quyidagi mazmundagi 3-xat bosh bilan to'ldirildi. Ya'ni aliment to'lovlarini undirishni nazarda tutuvchi ijro hujjati bo'yicha aliment to'lash shart bo'lgan chet davlatga 3 oygacha bo'lgan muddatga borib keluvchi shaxslarni chet davlatdan qaytib kelmasligi natijasida aliment to'lovlarini to'lash yuzasidan fuqarolik javobgarligini sug'urta qilishga doir sug'urta polisi mavjud bo'lganda, bunda sug'urta polisining mavjudligi Majburiy ijro byurosi va Respublika istiqbolli loyihalar milliy agentligining axborot tizimini integratsiya qilish orqali avtomatik ravishda aniqlanadi deb qo'yilgan. Bu 19-bandda to'ldirildi kecha 26 noyabr holatiga. Endi buni tushuntirib beraman. Ya'ni aliment to'lovchi shaxs chet elga chiqmoqchi 3 oy muddatga yoki biznes bilan shug'ullanadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, chet elga chiqib kelmoqchi. Bunday holatda nima qiladi? Sug'urta kompaniyasiga borib